Hammaga assalomu alaykum. Mana bugungi ishimizni ham yakunladik. Bugun Marg'ilonda ishimiz yakunlandi. Xudo xolasa ishlarimizni ham bitirib oldik. Bugun sanamiz 19-fevral 2026-yil. Gullarimizni ekib, taylariga gazonlarni sepib berdik mijozimizni. Marg'ilonda ishimiz. Iloji boricha kamroq chiqimli bo'lsin dedi va gullarni kichikroq va ko'p bo'lsin dedi. Shuning uchun gullarni iloji boricha maydasini, archalarini ham maydasini ekib berdik. Galbelli kichkina, kattasi, tuyasi malakli kichkinasi va ideal holatdagi palmamiz va magnoliyamiz. Kimga shunaqa ideal holatda xizmatlar kerak bo'lsa murojaat qilasizlar. Gazon sepib, gullarni ekish xizmatlarimiz mavjud. Xizmatlarimizga Farg'ona, Andijon, Namangan, Toshkent kiradi. Telefon nomeri 91-105-32-52. Xudo xolasa mana shunaqa quyoshimiz yaraqlab chiqib tursa, xudo xolasa 15 kunda gazonimiz ko'm-ko'k bo'ladi. Gullarimizni, archalarimizda o'zini palifning tomchilash, sug'orish va gazon sug'oradigan paliflarni ham qilib berganmiz. Eng asosiysi tanlovda adashmanglar. Murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa xizmatdamiz. Sezonli gulchilarga sham qolmanglar. Doimiy gulchilarga murojaat qilaverasizlar.